qo'shilgan. Mana bu yerda Baxtiyor akam qozonni egallab turibdilar. Bosh oshpaz. Baxtiyor aka xormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sonlaringiz yaxshimi? Alhamdulillah. Kim sizni majbur qildi qo'lingizga kap kira olish? Meni hech kim majbur qilgani yo'q. Men o'zim qilyapman. Endi men bularning ichida Qahramon akamdan keyin ulug'iman. Oshiman, girib tashlayman qilishni. Negaki shaharcha bo'ladi bizdan oshdi. Mana aka, undan tashqari bugun Baxtiyorjon oq osh emas, qora osh qiladilar. Bu yerda qorasini sog'inganlar ko'p. Qadrli teletomoshabin do'stlar, ko'rib turibsizki, oshpazlarimiz ashaddiy, nihoyatda muxlislar undan ashaddiy. Lekin bugun bizga bir odil hakam kerak. Meni nazarimda bu hakam qahramon kerak bizga. Nima dedinglar? Qahramon akam bugungi ko'rsatuvimizni ham, Palovxon to'ramizni ham hakam bo'ladilar. Hakamlik muborak bo'lsin. Katta rahmat. Menga ishonganingiz uchun katta rahmat. Yaxshi, o'ylaymizki, ishonchimizni oqlaysiz. Shu vaqtgacha bitta ham doirani yirtmasdan kalb kelyapsiz. Siz aytmoqchisizki, oq qoraning farqiga boradi deb. Demak, taqdirimiz Qahramon akamning qo'llarida. Ko'rsatuvimizning oxirida oshga ham, san'atga ham, ishtirokchilarga ham, muxlislarga ham baho beradigan siz va odil hakam mana teletomoshabinlarimiz. O'zi avvalo bu yerda o'zi hamma bebaholar o'tiribdi. Bu qozon demak Baxtiyor akamning qozonlari. Muvaffaqiyat tilaymiz. Qanaqa osh bo'lsa ham qo'l bola bo'lsin o'rtoqlar. Qo'l bilan yeydigan osh bo'lsin. Qoshiqda yeydigan oshni choyxonada yeyilmaydi men nazarimda. Demak, mana bu qozonda kim? Bu qozon oqshommiki? Hali ichki ishlarga tushmabdi-yu. Endi kechqurun olov yoqilgan, endi qizyapti. Marad aka, bular oqshom qilguncha hali xufton qivorsa kerak osh pishguncha. Lekin osh qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, hali Shinavanda osh yeganda dili xufton bo'lmasa bo'ldi. Maqsad shu. Peshinda yeysizlar. Peshinga ham osh berasizlar. Demak, kallikiga oshga peshinda. Bu qozon kimniki? Mana bu bo'sh turgan qozon. Bu bizaniki. Sizlar, Rustam aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Ana Soyibjon yonimda turibdi. Soyibjon ikkalangiz qilyapsizlarmi? Ikkalamiz qilyapmiz. Ikkita odam bitta qozonda osh damlash qanaqa bo'ladi? Endi Soyibjon kachigar. Biz boshlab beramiz. Ikkalamiz qilamiz-da ish qilib. Ikkalanglar bir amallab qilasizlar oshni. Bu qanaqa osh bo'ladi? Buxorochami? Buxorocha. Kelsangiz uchalam ham qilaveramiz. Yaxshi, sizlarning san'atinglarni biz eshitganmiz, ko'rganmiz. Lekin oshingizga bugun baho beradigan Qahramon akam. Qahramon aka, hech bularning oshini yemabsiz, olamga kelmabsiz. Buxorochasi jaqqiz bo'lsa kerak. Shinavandaga bog'liq. Osh yaxshi chiqsa chiqdi, bo'lmasa lapsha yeb ketamiz. Do'stlik tanobin eldan bo'lsang uzma hargiz. Do'stlik tanobin eldan bo'lsang uzma hargiz. Shoh bo'lsa ham boshingda odamni suzma hargiz. Shoh bo'lsa ham boshingda odamni suzma hargiz. Obro' imoratingdir divori yaxshi niyat. Obro' imoratingdir divori yaxshi niyat. Desang buzilmasin niyatni buzma hargiz. Desang buzilmasin niyatni buzma hargiz.
Tayyar bo'lsa tekin osh, kapkir qo'lingda bo'lsa. Tayyar bo'lsa tekin osh, kapkir qo'lingda bo'lsa. Sen kapkirini uloqtir, ul oshni suzma hargiz. Sen kapkirini uloqtir, ul oshni suzma hargiz. Til oynatıp iraldik, yalvarcı olsa aşık. Til oynatıp iraldik, yalvarcı olsa aşık. O'tkazmayın kalbim, ko'zingni suzma hargiz. O'tkazmayın kalbim, ko'zingni suzma hargiz. Do'stlik tanobin eldan, er bo'lsang uzma hargiz. Shoh bo'lsa ham boshingda, odamni suzma hargiz. Shoh bo'lsa ham boshingda, odamni suzma